Gaz boschi. Assalomu alaykum ahli guruhda Shopir akalar. Bu videomiz Adushi gazelchilarga yuragidagi savollarga mana shu hozir javob topamiz. Bilasizlar, gazel motori injiq mashina, qaynab ketadi, tortalmaydi. Juda shopirlar yuragiga yetib borgan bir muammo, tashvish. Hozir bitta ustakamiz bir 3-4 ta gazellarga shu yangilik qilib bir o'zgacha motorlar qo'ygan ekan, turbina qo'ygan, Kia Carnival benzin motorlar qo'yib, bir yangiliklar qilgan ancha. Maxluq ovozi mana. Bitta gaz bos yana. Bo'ldi. Hozir shu ustani oldiga keldim. Shu gazelchilarga bir manfaatli bir savollarga javob topamiz hozir yerda. Mana ustakamiz. Assalomu alaykum. Bu gazellarga qanaqa motorlar qo'ygansiz? Gazellarga har xil motorlardan qo'yib ko'rdik. Kia Carnival 200 litr ob'yomligidan qo'ydik. Isuzu motor qo'ydik. Genesis turbinali motor qo'ydik. Starix motor qo'ydik. Xudo xolasa hammasi zo'r chiqyapti. Xo'p, u qo'ygan birinchi qo'ygan motoringiz. Birinchi Starix qo'yganmiz. Starix 6 porsionli zavodskiy gaz motori. Zavodskiy gaz bo'ladi, 3 ob'yomli bo'ladi. Faqat gazga yuradi. Xo'p, uni korobkasi qanaqa bo'ladi? Tushishi. Korobka mexanika bo'ladi. Yo'q, qanaqa o'zini zavodskiy korobkasida. Starix korobka bo'ladi. Keyin gazelchilarda bitta savoli bo'ladi. Masalan, motorni olsam, o'zini korobkasi tushadimi deyshadi. Yo'q, o'zini korobkasi tushmaydi. O'zini korobkasi tushmaydi. Faqat mana shu motor korobkasi qo'yiladi xolos. Bu mana olib tashalgan o'zini eski motori bu. Xo'p, yana keyin Kia Carnival dedingiz, u qanaqa motor? Kia Carnival 6 silindrli bo'lgan, 207 ob'yom bo'ladi. Xo'sh, u benzinga yuradi, benzin, metan, propan yuradi. Benzinga sizlar yurgizib berasizlar. Benzinga yurgizib beramiz, xohlasa metan, xohlasa propan qo'yib olaveradi. U rasxodlari qanaqa bo'ladi uni? Qanaqa rasxodlar misol? Benzin rasxodi. O'sha Endi gazeldan 15 dan turadi deydi benzinda. Endi uni gabarit katta gazel ekan bu, o'ta katta mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu salkam zilga o'xshagan gazel ekan. Xo'p. U avtomat bilan mexanika bo'ladimi u Carnival deganingiz? 207 faqat mexanika bo'ladi. Ob'yom kattaroqlarini avtomat qilsa bo'ladi. Xo'p, keyin turbina degan motor qo'ydingiz, qanaqa u? Genesis 2 litrli turbinali motor bo'ladi. Buni xohlasa mexanika, xohlasa avtomat qilib qo'yib yuboradi. Xohlasa mexanika, xohlasa avtomat. Endi ishiga qarab. Toqqa chiqqanda qanaqa motorlar? Toqqa chiqish uchun mana Mesniga qanaqa-yu, toqqa chiqish qanaqa bo'ladi ularda? Mesniga Kia Carnival 207, Starix ashlar qo'ysa bo'ladi. Keyin Mesnida Genesis shu turboda avtomat qilib yursa ham bo'ladi. Toqqa bo'lsa, shu Genesis 2 litrli turbinani mexanika qilib olish kerak. Ervaga chiqsa. Shu Mesnida, masalan, oddiy yo'llarda nechta tonna yuk yuklashyapti ekan shopirlar? 3 tonnadan 5 tonnaga yuk tashirishibdi. 3 tonnadan 5 tonnagacha qiynalgan yo'q. Eng muhimi qizib, qaynab yo'lda qolib ketgan yo'q. O'sha gazelchilarda yuragidagi nima o'sha qaynamaydi, so'q qizimaydi, motordan qiynalmaydi. Shu eng muhimi shu. Ustalarning videoga olib shekilli. Ularni olib qo'yamiz. Alisher! Reportaj olyapsizlarmi? Pavel, buni zakaz olaveramiz. Bo'ldi. Sizlar yetish qilishyapti. Xo'p, keyin yana endi hozir yana yangilik qilyapmiz. 207 qo'yganmiz, endi hozir 3 ob'yomli qo'yapmiz. Ob'yom kattaroq. Ob'yom kattarog'idan qo'yapmiz hozir. Avtomatmi, mexanikami? Uni avtomat qilib qo'yib beryapmiz. Uni avtomat qilib qo'yib bering deyapti, xo'p. Bakamizdan Messen'da asosan Messen'da yuradigan avtomat qilib beryapmiz. Bo'ldi. Xo'p, endi bunga masalan motor qo'ysangiz, nima ish qilasiz? Masalan, motorga nimalar yasaladi, nimalar qo'yiladi? Shularni ham bir qator tushuntirib o'tsangiz shopirlarga tushunarli bo'lishi uchun. Motorga jamiki nima o'ylansa hammasi iloji moslanadi. Boshqatdan chiroyli qilib, zavod holatiga keltirib moslab qo'yib beramiz. Misol uchun gulishtirlar o'zgaradi, balkalar o'zgaradi, arqa balkalar, kardarlarda to'kirga borish stanovlarda ulatamiz, skurlar o'zgaradi. Motorlar o'rnashtirib bo'lgandan keyin radiator qo'yiladi, motorga moslab kattasidan. Undan keyin motor o'rnatib bo'lgandan keyin elektrikimiz keladi, shu motor kompyuterlarni noldan ulab beradi mashinaga moslab, taxometr, sidometrlar ishlatadigan qilib. Xudo xolasa birga bir cho'tki qilib yurgizib berasiz. To'g'ri, zo'r qilib zavod qilamiz. Shu yerda shopir, masalan, bitta shopir gazel bor, motori chataq, endi zerikib ketgan motordan sizga olib kelib tashlasa, sarson bo'lmaydimi? Elektriga bor, unga bor, bunga bor, tashab ketadi, siz yurgizib bera olasiz. Tashab ketadi, shu yerdan motor olinadi, nima zapchasi bo'lsa qo'yiladi, elektrik ham shekilga keladi, yurgizadi. Mashina benzin yurib chiqib ketadi. Keyin qolganini o'zi xohlagan o'zi olasa metan, propan qo'yib ketaveradi. Biz benzin ishdan yurgizib chiqarib olamiz. Tushunarli. Keyin yana bitta gazelchilarda bitta savoli ko'p tushgan.
O'zini motoriga, mana shu o'zini motoriga Merslarda hali skorost ko'p, 6 ta, 7 ta skorostlilarni qo'ysam deyapti. Ko'p shopirlar shunaqa savol beryapti. Hali tortishida bir o'zgarish bo'ladimi, foydasi bo'ladimi? Masalan, u skorostlilarni necha pulga qo'yadi? Siz qo'yib beraverasizmi? Keyin uni qanchalik foydasi bo'ladi? Shu haqida ham bir batafsil ma'lumot bersangiz. Korobkalarni ham qo'ysa bo'ladi, faqat plans bilan qo'yiladi. Qo'ysa bo'ladi, lekin Mercedes korobkasi ham arzon emas. Bito'lardagi $400 bo'ladi, Sprinterlardagi $500 bo'ladi korobkaning o'zi. Xizmatidan tashqari. Ha, korobkaning o'zini narxi bo'lyapti bitta. Men Sprinterdagidan qo'yaman, Guzovdagidan qo'yamasa $500 korobka. Maxaviy $100. Undan keyin Korzinka periodu bu ham yana $100. Visionda yuboradi $30. Ular 1000 ga borib bo'lsa, 700-800 mingga borib qo'yapti. Misol uchun men maslahat bermayman, $1000 rasxod qiladi, korobka qo'ygan ham. O'sha $1000 sarflagandan keyin o'sha effekt beradimi? Shu motorga, mana shu gazelni o'zini zavodskiy motoriga Mercedes ko'p savol berishdi. Mercedes korobkasini qo'ysam, 7 talik mayda korobkani qo'ysam tortaladimi deb ko'p savol berishdi. Endi o'zgarish bo'ladi, lekin baribir bu motor qizib ketaveradi. Lekin o'zgarish bo'ladi. Qanchadir miqdorda, lekin misol uchun $1000 rasxod qilganga arzimaydi. O'sha $1000 ga qanchadir qo'shsa, motor qo'yib yuborsa bo'ladi. Boshqa motor. Misol $300 bilan bitsa, qo'yib tavakkal qilib bersa bo'ladi, lekin hali katta rasxod qilganga yarasha u o'ylagan effektini olmaydi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Hozir bunga qanaqa motor qo'yasiz? Bu mashinaga? O'sha Carnival 3 объемli motordan qo'yib beramiz. Bo'ldi, hozir sizlarga bunga qo'yilgan motordan bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana hozir shu gazelamizga mana shu motorni qo'yilyapti. Qanaqa motor bo'lsa? Bu Carnival 3 объемli motorimiz 6 silindrli. Xudoolasa avtomat qilib qo'yib beramiz gazelga. Buni mexanika qilsa ham bo'ladimi? Mexanika qilib bersa, mexanika qilsa bo'ladi. Avtomatdan qilsa bo'ladi. Ha, 6 porsiyon. 6 silindrli 3 объемda, ha. Xudoolasa 200 ta atrofida kuchi bor. 200 tadan oshiqroq bo'lishi kerak. Xudo xolasa yuk tortsa hijolat qilmaydi. Xudoolasa mashina chiqadi. To'laz masla yaltirab turibdi. Ustaga katta rahmat. Ustaga bilan bog'lanishda hozir shekka shunday yozuv qo'yib qo'yaman. Telegram kanallari bor, kirib, o'sha yerda bemalol savollaringiz bo'lsa berib, javob topishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat.